Ağa, acayip bir dost idik 18'de aralashqan. Qarab baxsam ularga bir-biridan qamlashqan. Mehmon bo'lsa uyingga, to'ylaringga yarashqan. Qatar chayni shu chaqda bashko'y bilan boshlashqan. Birisi chalsa dotlarni, biri aytar naqshini, ba'zilari to'z kabi o'ynar lavzan usulni. Birsimizga dard kelsa, halmon bo'lib so'raydiq, bir turmushning qo'yida 40 yilni sezmabdiq. Ba'zilarga deydikan bola baxting bo'lgicha, endi qaptiq balaga nevr beqib o'lgicha. Bu tortqan jafolarni bilamdikin balalar, bosh yostiqqa yetganda baqalamdi balalar. Ağrıq turib o'zini ayamagan do'stlar bu. Har xil jafo tassimi vaysimigan do'stlar bu. Her birining uyida har xil jafo mushaqqat, er bilan tang tartib charchamagan do'stlar bu. 60 yillik ömrünü pat o'tkazgan do'stlar bu. Erlerining yuzini yo'riq qilgan do'stlar bu. Bir to'rikni tiklasang chidamaydi 60 yil, shu jafoliq yillarga chidab kelgan do'stlar bu. Do'stlarim, sizlarga yezib qo'ydim men she'r, ömringlar uzun bo'lsin, ayrılmaydi bir ömür. Do'stlar, endi yashanglar, tanlar bo'lsin salomat, o'zimizni ayayli, bu jon bizga omonat. 2020 yili 8 ayning 13 kuni Fatih Shamshiddin.